Geldi. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, aziz do'stlar. Bugun 14-may 2025-yil Avtoshopdan navbatda savdomiz endi do'stlar. Bu mashinamiz egadan pryamoy kiydi, isto'ram etib, ustbit ham etmadik. Baholar ham o'zi normalniy baho edi. O'zimiz yaparkan mashin kerak deb kiydi. Toshkentdan necha kun bo'ldi? 2 kun bo'ldi. Shu mashinamiz Cobalt Magenta deb egadan pryamoy keldi. Xullas, mashin 2017-yilda ishlab chiqarilgan, 160 ming yurib turibdi. 100% родной, поколение metan, yumshoq balon, polniy, roll, naвороченный mashina. Xullas, mashinamizni egadan pryamoy keldi, savdolashib, baholarni normal etib tushirib, Deparkama Apple'dan xudo xolasa 2017-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka 85 million so'm pul bo'ldi, 85 million so'm naq pulga Apple ekan. Deparkama tabriklayman, Kizolaysan. Malibu olgaysan, Captiva olgaysan. Küçük maşında qaladingmi? Kevindagidaymi? 2015'da yaxshi axir, ha? 2015'dan buncha ko'rdik. Mashin zo'r, o'zi turlardan bir ko'rib kelgan ekan. Endi unga qaraganda bu mashin zo'r edi, terang mashina, xudo xolasa, xayrni ko'r. Primo egadan gapirib berdim. Kelaverasizlar, Avtoshop pullarida xizmatdamiz, ya'ni shunda Primo egadan mashinlar kelib qolsa, arzon narxda o'zi ham savdolashib gapirib beradi. Xizmatdamiz.